Qipchoqlar aslida kim bo'lgan? Tarix sahnasida ayrim kuchlar borki, ular paydo bo'lgan hudud bilangina cheklanmaydi. Butun mintaqaning taqdirini zo'rlik, tezlik va qo'rquv orqali qayta belgilaydi. Qipchoqlar aynan shunday kuch sifatida 8-13 asrlarda Yevrosiyo dashtlarida yuzaga chiqdi va qisqa vaqt ichida 3 million kvadrat kilometrdan ortiq hududda siyosiy ustunlik o'rnatdi. Qozog'iston dashtlaridan tortib Qora dengiz bo'ylarigacha, Volga havzasidan Sharqiy Yevropaning yuzagigacha bo'lgan makonlarda qipchoqlar nomi urush, reyd va majburiy kelishuvlar bilan bog'langan. O'rta asr solnomalarida ularning soni 1,5 million atrofida bo'lgani, jang vaqtida esa 60 ming kishilik to'liq qurollangan otliq qo'shin yig'a olgani qayd etiladi. Bu o'sha davr uchun favqulodda ko'rsatkich edi. Qipchoqlar jamiyati boshidan oxirigacha harbiy mantiq asosida qurilgan. Har bir erkak bolaligidan ot ustida jang qilishga tayyorlangan. 12 yoshdan boshlab kamon bilan aniq nishonga urish o'rgatilgan. Ularning asosiy quroli murakkab kompozit kamon bo'lib, u 300 metrga yaqin masofada dushmanni yakson qila olgan. Qipchoq otliq qo'shini kuniga 100 kilometr masofani bosib o'tishga qodir bo'lgan. Bu esa og'ir piyoda armiyalariga qarshi hal qiluvchi ustunlik bergan.